Qadan yaxshimisiz? Adım Tilla şirketi. Yani şirketimiz adımlarını top ve parça tıllaşını üstüge alalaydı. Naydi işini putu qilimiz, kesbi xodimlarimiz var. Tillab yetibdi. Üzünüm tekme tillayalıydı. Ailesi, balalarını, aile babatlarını qo'shib tillayalıydı. Naydi kesbi tillab hem bir iki günde öldürüp delaydigan mı kesbi xodimlarimiz var. Unda tillashni yig'ib qoladigan YouTube kanalları, Facebook'larda temtirmey tillaydigan xodimlarimiz var. Onu da xotirjam bo'lsangiz, mulozimatni a'lo qilamiz. Naydi unostik undaq ish qilayotgan odamni ishni tillab beralaymiz. Chunki ish qilayotgan odamlarni va tillash nimamiz naydi yuqori. Shunga buni da xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Tamam mı? Her xil ağızlık ağız olmaydigan aşu yergini az gap 2 yoki 3 kun bilan ölüden bereleymiz. Biz kapalat bereleymiz. Çünkü şirketimizde münevver xodimlar var. Ayol, naydi jangovar xizmatchilarimiz var. Xodimlarimiz naydi kesbi tarbiyalangan, ağız bizep her qandaq ağız gapni qila oladi. Hech kimdan qo'rqmaydi, temtirmay ekranning oldida duduqlamay 1-2 soatgacha tillab bereleydi. Onunla kapalatlik qila olamiz. Ama şu vaqtida mas'uliyat topshiramiz biz. Onunla xotirjam bo'ling. Bulamda her qanday qadam tillayamiz. Bulab ish qilayotgan qadamni ishtik tillayamiz. Chunki dernekning raislari bulab tunungamda menda rais, mendaq anandan keyin menda dernekning boshliqlari, anikeyin bu yaxshi qilayotgan faoliyatchilar, anandan keyin bizning shirkatning odamlarini tillagan, haqorat qilib qolgan, yoki javob qilib qolgan, yoki shundanning keyin baş barmoqni chiqargan, shularni qo'llab saqlab bo'lsa-mu, ularni ayrimxonasiga kirib, yani tilib delaymiz. Mandaq iz qo'g'lab tillayoladigan mandaq nimamiz bor-da. Kesbi iqtidorlarimiz bor. Bular mana shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining shu to'lqin esa boshliq har qandag'ini tilib shangla qilib yetamiz bo'ldi. Bir tarafli qilib yetamiz. Bu texnikamiz ham yuqori. Buningdan hech qachon gumonlanib qolsangiz bo'lmaydi. Uning biz kapolat bera olamiz. Facebook naq maydonida sizlar ko'ra olasizlar buni.